Bolam tuxumni yeyishdan oldin mana buni albatta tekshirib ko'ring. Uni bir stakan sovuq suvga tashlang. Agar tuxum tubiga yotib cho'ksa, demak u juda yangi. Agar tubida tik tursa, ichida havo yig'ila boshlagan bo'ladi. Hali xavfsiz, lekin bugunoq ishlating. Agar suv yuzasiga qalqib chiqsa, ichidagi havo kamerasi kattalashgan va bakteriyalar ko'paygan bo'lishi mumkin. Uni darhol tashlab yuboring. Bu tuxum po'chog'i g'ovak bo'lgani uchun sodir bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ichkariga asta-sekinda havo kiradi va sarig'ini yuqoriga itaradi. Ko'pchilik faqat qutidagi sanaga ishonadi, ammo endi siz yaxshiroq usulni bilasiz. Foydali videolarni yana xohlaysizmi? Ha deb izoh qoldiring va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kuzatib boring. Assalomu alaykum, qadrdonlar, hormaydi. Tinchmisizlar, salomatmisizlar? Betdagi jo'jalarni egalariga berdik. Bular ham o'sha bitta odamga ketadi, baqa toshyapmiz. Shahardagi video qilardimi istasalaring? Betda ham video qilardim, mana bet tozalab, borka qilib, jo'jalar toshishni boshladik. Kres keldi, hozir toshyapmiz. Havo issiq. Ertaga toshganimiz hisobiga Lasotto bronxit vaksinasini berib olamiz. Hop. Mana shu vitaminni olib keldim. Stres olganini hisobiga. Vigor. Bu 4 tonna suvga ekan. Shundan beramiz. Stresiga ancha yordam beradi. Hop. Jo'jamiz ko'proqligi uchun qaysidir qismini yonidagi tovuqxonaga tushiramiz. Hali endi video qilganimda salafanni bag'i deydi. Mana bu tomoniga zapas joyimiz bor. Bekka tushiramiz zapasga. Bu yerda ham tozalatib, chiroyli qilib qo'ydik. Suvlarimiz o'sha yerdan ketadi. Bochkaga o'sha vitaminli suv pastga tushib, nimadan ketadi? Mana salafanning ag'dagi jo'jalarimizga ketadi. 20 kundan keyin 20 kun orasida berib olamiz bularni ham. O'sha bitta odamga. Fabrikada ham sotishni jo'ja olish juda problema. Yozda o'rtasida bo'lmasam juda seroq bo'lib ketish kerak edi. 3 to'roy zadeshkasi bilan keladi jo'jalar. Akalar. 5 avgust kuni dominantlarimiz keladi. Bularni egalariga berib olganimizdan keyin bir kunlik sendik chaqiramiz. Keyingi zakazlarda qabul qilishni boshlaymiz. Chaqirib tushirib bo'lgandan keyin videolarimiz chiqadi. Ko'rasizlar. Shunda zakaz berishni boshlanaveradi. Hop. Like bosib, YouTube ga qo'yilgandan keyin podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Tovuq sog'lomligida yodli preparat bilan dezinfeksiya qilyapmiz. o'n 15 litrga yotdi 5 ta katta flakondagisi kattasini olib turib 15 litrga eritib oldik, quyuq qilib yod sepyapmiz. Har xil virusli kasalliklarni havodagi o'ldiradi.
aka.